Anadolu beyliklarini bo'ysundirgan, Bolqonni kengaytirgan, Nikopolda salibchilarni tormor qilgan, Vizantiyani bosim ostiga olgan Boyazid keyingi navbat Temuriylar imperiyasi. Va bu jang qanday bo'lib o'tgan? Sulton Boyazid qo'shini askarlar jami soni 60 mingdan 70 minggacha. Asosiy kuch piyoda yanichalar va og'ir otliqlar. Maqsad Temurni yengib, Anatoliyani to'liq egallash. Jangda qatnashgan asosiy qo'mondonlar Sulton Boyazid, Sulaymon Chelebi, Stefan Lazarevich, Mehmet Chelebi, Musa Chelebi, Isa Chelebi va Mustafa Chelebi. Markazda yanichalar va ularning boshqaruvida Sulton Boyazid va uning o'g'illari Muso, Iso, Mustafa Chelebi va chap qanotda Sulaymon Chelebi yengil otliqlari bilan. Uning o'ng qanotida esa Stefan Lazarevich og'ir otliqlari bilan va ularning yonida Anatoliya sipohiylari va qora tatarlar. Uning orqa tarafida yengil piyoda azavlar va zaxirada yengil otliqlar va Mehmet Chelebi boshqaruvi ostida Temur qo'shini 60 mingdan 70 minggacha askar. Bu noto'g'ri. Bu kamida 2x ga ko'paytirsak tarixiy manbalarga mos son chiqadi. Jangda qatnashgan asosiy qo'mondonlar Amir Temur, Mironshoh, Shohrux, Umarshayx Mirzo, Amir Jalol, Qo'qon Xizr. Bu elit zaxirani boshqaradi, hal qiluvchi zarba uchun javobgar shaxs. Markazda yengil otliqlar bilan Amir Temur va uning o'ng qo'lida Umarshayx Mirzo va sol qo'lida Amir Jalol va ularning orqa tarafida Hindistondan kelingan 32 ta jangovar fillar va uning chap qanotida Umarshayx Mirzo emas, Mironshoh Mirzo deyiladi o'zi. Uning o'ng qanotida Shohrux, tarkibiy qismlar og'ir otliqlar, yengil otliqlar, kamonchilar, nayza otliqlar va qo'llab-quvvatlash bo'linmalari va ularning orqa qismida yengil otliqlar, kamonchilar va ularning yana ham orqasida elit otliqlar. Bular hal qiluvchi paytda jang maydoniga kiritiladi va uning biz aytgandek ularga boshqaruviga mas'ul shaxs Qo'qon Xizr, ishonchli sarkarda. Qo'shin tarkibi og'ir otliqlar, yengil otliqlar, kamonchilar, nayza otliqlar, jang fillari, zaxira elitlar. Jang Anqara yaqinidagi keng quruq tekislikda bo'lib o'tadi. Temur shoshilmaydi, u maydonni o'rganadi, suv manbalarini egallaydi, jangni o'zini qulay joyda boshlashni rejalaydi. Boyazid esa tez g'alaba qilishni xohlaydi. Shu sababli jangni u boshlab beradi. Yanichalar oldinga yuradi, qanotlar keng yoyilib hujum qiladi. Temur esa darhol qarshi hujum qilmaydi, markazni sekin orqaga tortadi. Go'yoki yutqazayotgandek ko'rinadi. Boyazidni ichkariga tortadi. Boyazid dushmani qochyapti deb o'yladi, yanada oldinga kiradi. Boyazidning qo'shini cho'zilib ketadi, saf buzila boshlaydi. Shu payt Amir Temur asosiy hujumni boshlaydi. Chap qanot yon tomondan hujum qiladi, o'ng qanot qarama-qarshi tomondan yopadi. Zaxira orqadan chiqadi. Usmoniy qo'shini uch tomondan bosimga tushadi. Amir Temurning yana bir rejasi amalga oshishni boshlaydi. Boyazid armiyasidagi ba'zi turk beyliklari Temur tomonga o'tib ketadi. Natijada qo'shin ichidan yemiriladi, ishonch yo'qoladi, saf butunlay buziladi. Sulaymon chekinadi, Mehmet qo'shinni saqlab chiqadi, Isa bosim ostida qoladi. Stefan Lazarevich serb otliqlari bilan qattiq jang qiladi. Holat yomonlashganini sezib, keyin tartibli chekinadi. Jangning eng qizigan paytida Temur fillarni jangga kiritadi. Natijada otlar qo'rqadi, tartibsizlik yanada kuchayadi, saf yanada buziladi. Yakuniy qurshov. Endi Temur markazdan bosim qiladi, qanotlarni to'liq yopadi, orqani to'sadi. Usmoniylar qo'shini to'liq qurshovda qoladi. Boyazid qochishga harakat qiladi, lekin asir olinadi. Amir Temur jangda to'liq g'alaba qozonadi. Ba'zida eng kuchli shoh ham noto'g'ri yurgan bir qadam sabab o'yinni yo'qotadi. Mario Yo'ldoshev